Assalomu alaykum. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Ushbu darsimizda AppSheet Labels haqida ma'lumot olamiz. Demak, AppSheet Label nima? Bu har bitta jadvalda bo'ladigan ma'lumot turi emas, ma'lumotning o'sha imkoniyati, xususiyati deb nomlasak bo'ladi. Masalan, hozir kontaktda bizda label ID turibdi. Qarz berishda bizda ID turibdi. Avtomatik boshida ID o'zi belgilangan bo'ladi. Endi men agar qarz berishga kirib, men bu yerda kontakt qaraydigan bo'lsam, label mana shu deyiladi. Ya'ni ko'rinadigan qismi label biz uchun. O'sha kontaktdan demak ism labelni tanlasam, ismni tanlaydigan bo'lsam, labelga mana ism ko'rinyapti. Agar men Telegram ID tanlasam, Telegram ID ko'rinadi. Agar email tanlasam, email ko'rinadi. Ya'ni mana shu narsa label hisoblanadi. Key nima hisoblanadi desangiz, key bu tizimda o'chirib bo'lmaydigan va unikal takrorlanmasligi kerak bo'ladigan ma'lumot turi. Shuning uchun key doim ID hisoblanadi. Va mana e'tibor bersak bazamizga mana takrorlanmas va o'chirib bo'lmaydigan mana shunaqa ma'lumotlar mavjud. Demak, key va labelda juda ko'pchilik adashadi, nima vazifa bajarishini yaxshi tushunmaydi, o'shaning uchun muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun demak, label bizda ko'rinadigan ma'lumot turi, key esa takrorlanmaydigan, o'chirib bo'lmaydigan ma'lumot turi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling. Keyingi videolarda AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.